1,800,000 pensiya bilan men sizlarga faqat hozir bitta apparat chiqqanda yangi. Bundoq qo'yib olasiz. Ustiga telefon qo'yib olasiz. Telefoningizdan video ochasiz. Men sizga video saytiga kirib beraman, xo'p? Videoni qo'yib, shaqillatib apparat bor, ochadi bo'ldi. Meniki 3 million. Singlim, meniki 3 million. Bu foydasi yo'q. Egalanglarkini bitta qilsa ham bitta xotin qis kelmaydi. Xafa bo'lmang. Hozirgi kampirlarga ham uy olib berish kerak. Pensiyasini davomga bo'lish kerak. 100 mingga beryapti. 100 ming. Hop, siz menga qarang. Amaki. Ishlayapsizlar? Ha. Apparatga xo'p deng, xotinda nima qilasiz? U kampir ustingizga chiqib 2 marta o'tirib tursa, oyog'i og'rib qoladi. U apparatni shunday qo'yasiz, shaqillatib ishlab qo'yadi. Endi bar jivoyga kelmaydi, singlim, jivoy yaxshi. Voy, siz apparatni bitta ishlatib ko'ring, amaki. Jivoy odamga qaramay qo'yasiz. O nechi pulga apparat, singlim? Apparatmi? Gaplashamiz-da hozir. Internetdan zakaz Aha, uni beraman tovush, o'zim sizlarga. mana qarang. Iltimos, bir Tovushi ham chiqadimi uni, yo'qmi? tovush chiqmaydi uni. U demaydi u. Ya. Yo'q, tovushi chiqmagani uchun menga qarang. U apparatning ustida telefon qo'yadigan joyi bo'ladi. Siz u videoni telefondan video ochasiz. Например, o'zingizga yoqqan videoni tanlab olasiz. Men sizni telefoningizga yuklab beraman har xil videolar, tushunyapsizmi? Qarangda, menga qarang, amaki sizga zo'r gap o'rgataman. Yaqinroq keling. Qarang. Xo'p, mayli, bilaman. Shuncha yil mehnat qilib, ezilib yashagansizlar. Men o'zim psixologman va men erkaklarni, erkak jinsidagi odamlarni shaxsiy psixologiman-da. Men shuni o'rganganman yemindan hayotimda. Shuncha payt ezilib yashagansiz. Endi sizga qarang. Hozir birorta xotin oladigan bo'lsangiz, deylik xotin oldingiz, bolasi bilanmi, bolasizmi? Xotinda mingir-mingiri. Keyin unga ber desangiz, boshim og'riyapti, qarigan odam, ko'tim og'riyapti deb sizga bahona qiladi. Endi qarang, men aytgan apparat bor-u, doim bir xil, kim bo'lasiz, charchamaysiz. Belingizdan quvvatingiz ketgan, to'g'rimi? Ha, u apparatni qo'yasiz, hech narsa qilmaysiz. Ustida har xil videolar bo'ladi. Videoning ichida bitta qora sochli qiz bo'ladi, bir kun sariq sochligi bo'ladi, bir kun amerikalik qiz bo'ladi, bir kun koreyalik qiz bo'ladi. Ha, unaqasi bo'lmaydi, singlim, bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Ha. Har xil vыборlar bor. Maza qilib o'tirasiz qariganda. Endi jivoyga kelmaydi, singlim, jivoyga Ha, kelmaydi. o'ling siz jivoylab. Yo'q. Bo'pti. Qo'ygani yor ko'rsatuv. Nimalar qilib bera olasiz u kampirga siz? Nima qilib berishim kerak? Yo'q, o'zi menyuda nimalar bor? Raqib, rahmat. Menyuga hamma narsa bor. Hamma narsa bor. Yo, misol uchun sizga tekkan xotin pensiyalaringizni oladi, uyingizda yashaydi, uyingizni yarmi nomiga o'tkazasiz, nimalar qilasiz? Ha, ana shu o'tirgan uyimni o'tkazib beramizmi? Qaysi biringlar uylanasizlar? O'zi necha kishi bor bu yerda? Bizda 2 kishi. Ikkovam xolos to'yda. Ikkalanglarga bitta xotin ham bo'laveradimi? Almashtirib Ey, navbatda. yoqolanga narsa qiladi. Sizlar unaqa hozir mana shunaqa bo'lib ketganda, ekonomичный variant amaki. Sizlar davringlarda ham. Yo'q, aka, bo'ldi. Слишком rivojlanib ketganmiz-da hozir. Yo, endi deyman-da, kam chiqim bo'ladi. Ikkovni ham nima qilib biladimi, ha? Nima? Ikkalanglardimi? Ha? Qochib ketmaydimi deyman-da. Yo'q, sizlar qochib ketmasanglar bo'ldi u xotinni. Klimaks boshlangan kampirni topib beraman, ikkalanglarni adab bilan berib tashlaydi. Bayvoy kampirmi, nima bo'ladi, bayvoy? Voy, tavba qildim men. Hazillashdim, xafa bo'lmanglar yana, amaki. Ya. Ya, Endi singlim huzurlarga mabodo qo'pol gaplashib. Yo'q, mayli, hech qisi yo'q. Salomat bo'linglar. Sizlar bilan tanishganimdan xursandman. Lyuboy beraymi kelib, mendan maslahat olib ketsanglar bo'ladi. ha. Nosdan chekib oling, amaki, siqilib qoldingiz. O'zi chiqishdan oldin chekib olganingizda, bir tarafda mening gaplarimning kayfini, bir tarafda Nosni kayfini, divanoy kayf olib o'tirardingiz. Mayli, endi hozir o'zina bo'ldi. Ismingiz nima ismingiz? Ofat. Ofat. Jo'nagan. Jannat debman. Jannatni o'ylabsizmi? Men jannat deb o'ylayman. Bitta chopdim, singlim. Men jannat deb o'ylayman.
Tavba qildim. Bu yoshga yetgandan keyin jannat deb o'ylaysiz-da, amaki. Shu zamonni chollari yomon chollar-da, singlim. Yomon chollar. Bitta gap aytaymi? Yomon chollar emas. Yomon chollar endi mana 90-yil, 90dan buyoq pokoleniya qariganda yomon chollar bo'ladi. Sizlar sodda cholsizlar. Yomon chollar endi chol bo'lyapti. O'ylayapman pizdes qiladi lekin. Sizlarni davringlarni odamlari baribir ham sodda, to'g'risi. To'g'ri. Mana yomon chollar endi qarayapti. Bular yomon qiladi lekin. Bu chollar. Lekin bu hozirdagi bo'layotgan chollar tez tamom bo'ladi ular. Toppa Bu soyuz chollari, soyuz. Singlim soyuz chollari. Bildim, soyuzli chollari. Soyuzni chollari hozir vaqt, bu hozirdagi bo'layotgan chollar o'zi tamom nima bo'lib ketadi. Pensiyalarini tashlab Chidolmay chaqiradigan chollar nima bo'lyapti? Katta bo'lyapti hozir. Bo'pti, mayli, salomat bo'linglar. Mana buni qaranglar, meni qaranglar. 28 ga kirgan katta xotinni laqalab o'tirishni qaranglar. Lekin men yoshi katta odamlar bilan gaplashishni yaxshi ko'raman, to'g'risi. 2005-yil bitta odam chiqdi. Nechinchi yil siz so'radim? 2003. Men o'ylayman, boshqa planetani odammi? U qiz bolam, o'g'il bolam po'xo'y, boshqa planetani odammi deb tuyuladi menga. Meni odamlarim 2000 dan past odamlar. Bo'ldi, men bu dunyoda uni tepasi bilan men вообще gapimga to'g'ri kelmaydi. Bitta sallichkamga yozib olibdi. Salom, qalaysiz? Seriozniy gapim bor, gaplasha olasizmi? Islom, nima seriozniy gapingiz bor? Tepaga chiqib gapiring. Lichkadan yozmang. Qani, nima seriozniy gap u? Turan aka, yaxshimisiz? Turan akam ketib qopti-ku. So'rashaman deganimcha. Anu chollar bilan laqillab qolib, balkom, mash qiz vidushi ham demaysizlar-a? Qancha itarilib sizlarga bunaqa kayfiyat qilib beraman desam, kelinglar, men hozir sizlarni psixologiyalardagi tugunni yechaman. Qaranglar. Sizlar donatorsizlar, to'g'rimi? Sizlar donator bo'lib, aynan battle paytida pодарок tashlashingiz kerak degani emas. Bu yerda biror qonun qoida yo'q. Faqat battle tashlaysan degan gap yo'q. Miyangizdagi tugunni yechib, battle bo'lmayotgan qizga ham efiri yoqdimi, shu yerda o'tiribsizmi? O'zingizdan bilib pодарок tashlab o'tiring. To'g'risi-da, men bu Bigolakdagi nima donatorlarga tekkan kasal bor. Ikkitasi battle o'ynasa, u battledagi bir tayinli gap yo'q. Energiya yo'q, emotsiya yo'q. Sizga emotsiya bermayapti. Siz tashing, просто tak tashing. Sizga bundan ham zo'r qilib odam bilsin-da, значит, nima auditoriyaga yoqyapti. Undan ham выше уровеньda sizga efir qilib bersin. Sizlar har doim meni xafa qilasizlar. Yobini battle o'ynashga должен bo'lib qolaman. Moskva City, salom. Allohga shukr. Da, kim bilan o'ynaymiz unda? Bormisiz, ko'rinmaysiz. Xudoni bergan soat shu yerdaman-ku. Qattiq ko'rinmayman. Salom. Voy xudoyim men. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kecha nega efir qilmadingiz? Kecha nega efir qilmadingiz? Kecha. Siz davom Vest ko'ryapsizmi? Peshonami vest? Men peshonam shu, ya'ni.